Bu video yer yuzidagi barcha Sardorbek ismli jigarlar uchun maxsus bo'ladi. Siz ham Sardorbek ismli jigaringiz, do'stingiz bo'lsa, videoni o'ziga jo'natib, kommentariyaga atmetga qilib qo'ysangiz xursand bo'lib qoladi. O'z biznesini rivojlantirmoqchi bo'lgan yoki nima biznes qilib soqqa qilsamikin deb yurgan akalar, sizlarga udar taklifim bor. Sizlarga Sardor Frezerni taklif qilaman. Instagram profiliga kirasiz, o'zingizga ma'qul kelgan morojniy apparat shuni dastavka qildirasiz. Dastavkalar mutlaqo bepul. Mahsulotni ham qo'lingizga olasiz, o'zingizga yoqqandan keyin to'lovni qilasiz. Undan tashqari har kuni asalga teng smeslar tayyorlashadi. Uni ham respublika bo'yicha dastavkalari bor. Undan tashqari apparat buzilib qoladigan bo'lsa, liboy zapchaslari bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi mana shu pastdagi nomerlarga. Sardor aka siz uchun maxsus bo'ladi. Eshiting jigar. O'zbekistonni bosib olganlarim, pul topishni yorvorganlarim, dunyolar tan olgan muziklar, o'zimizni Sardor jigarlar. O'zbekistonni bosib olganlarim, pul topishni yorvorganlarim, dunyolar tan olgan muziklar, o'zimizni Sardor jigarlar. O'zbekistonlik Sardor akam davay, davri keldi gaziga bosay, mayda juda gapga qaramay, g'iybatchini tilidan osing. Qirg'izistonlik Sardor balkim davay, davringiz keldi gazini bosing, mayda juda gapga qaramay, g'iybatchini tilidan osing.